Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sotuvimizda Mercedes-Benz GLE 450 Formatic avtomobili. Mashinamiz 2019-yil 3 litrli biturbo motor bilan jihozlangan. 367 soat kuchi mavjud avtomobilimizda. Datchik Sleeper Zone, 360 gradus kamera, besключевой достуp, 0 na 100 gacha taxminan 5,5-6 sekund atrofi mashinamizda. Обогрев сидений, память сидений. Mashinamizda 118 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Kafeyni salon. Oldida touchpadlari bor. To'rttala eshigida davodchiklari ham mavjud mashinamizda. Orqada также отдельный klimat kontrol. Eng qulayli taraflardan bittasi mashinamizda 3 qatorli oilaviyga zo'r moslashadi. Полностью shumoizolyatsiya bo'lgan. Kraskasi bor, bitta joyida yana kelib, hamma yo'llarini tekshirtirib, ko'rib, haydab, baraka qilsanglar bo'ladi. Narxini 56.900 qilib belgiladik. Telefon qilib tekshirtirib, baraka qilsanglar bo'ladi.